18 fevral Peyşembe günü Uyğur məcburi əmgikinin aldını ئېلىش qanuni Amerika ئاۋام palatasida قايتا تونۇشتۇرۇلدى. Bu qanun layihəsinin yangilanğan nüsxəsi aldınqı ayda Kengaş palatasida تونۇشتۇرۇلغان edi. Мәzkur qanun layihəsi ma'qullanğan təqdirdə Amerika prezidentiga Uyğurlarni məcburi əmgakka selishqa chetishliq har qanday kishiga jazo tadbir qo'llanishi huquqi berilgan. Shundaqla Xitoydan mal ta'minlayotgan Amerika shirkatlarga mahsulotning kelish manbasini tekshirish, moliya xotiralarini oshkorlashdek talablar qo'yilgan. Demokratlar partiyasining vakili Jim Makroven bu qonun loyihasini qayta tunishtirganda Uyg'ur elidagi iqtisodni majburiy emgak va bostirish asosida qurilgan deb tasvirlagan. U yana mundaq degan: nurg'unlagan Amerika shirkatlari, xalqaro shirkatlar va Xitoy shirkatlari majburiy emgakdan foyda olyotidi. Majburiy emgak asosidagi mahsulotlar yer shari ta'minlash zanjiriga va davlatimizga davomli kiryotidi. Davlat majlisimiz buningga allburun tadbir qo'llashi kerak edi. Uyg'ur məcburi əmgikinin aldını ئېلىش qanuni Amerika ئاۋام palatasida har ikki partiya vakillarining kuchli qo'llashiga erishgan qonun loyihasidir. Türkiye bilan Xitoy orasida tuzilgan jinoyatchilarni o'zaro o'tkazib berish kelishimining Turkiya parlamentida ma'qullikdan o'tishini to'sish uchun to'plangan 10.420 kishilik imzo Kېlەçەk partiyasi tarafidan Turkiya parlamentiga topshirib berilgan. Turkiya axborotlarda Turkiya bilan Xitoy orasida tuzilgan jinoyatchilarni o'zaro o'tkazib berish kelishimining 2017-yili ikki davlat ministrlari orasida imzolanganligi, 2019-yili Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan buningga imzo qo'ygan bo'lsa-mu, ammo Turkiya parlamentining ma'qulligidan o'tmaganligi xabar qilingan edi. Bu xabar tarqalgandan keyin Kېlәçەk partiyasining yoshlar yacheykisi Turkiyaning Konya viloyatida imzo yig'ish faoliyati uyushtirib, jinoyatchilarni o'zaro o'tkazib berish kelishimining Turkiya parlamentida ma'qullikdan o'tishini to'sishga tirishgan edi. Qisqagina vaqt ichida 10.420 kishilik imzo yig'ilgan bo'lib, bu imzolarni 17 fevral kuni Kېlەçەk partiyasining muavin raisi Selçuk Özdağ lager qurbonlarining oila a'zolari bilan birlikda Turkiya parlamentining raisiga hamda parlamentga har qaysi siyosiy partiyalarning vakillariga topshirib bergan. 2 ayının 18 günü Xitayning Bېrmida turishliq bosh elchixonasi oldida Xitoy jahongirligiga qarshi namoyish o'tkazildi. Egalanishcha namoyishchilar Uyg'ur qirg'inchiliqini to'xtat, Hong Kongdagi bostirishni to'xtat, Bېrma ziminiga tajovuz qilish orzuyinglar amalga oshmaydi degan shiorlar yozilgan plakat va lozunkalarni ko'targan. Yuzlagan namoyishchi Xitoyning mustabid hokimiyati va tajovuzchilik o'rinishiga qarshi shior to'g'lagan. Bېrma armiyasi 2020-yili 8 noyabrdagi saylamda aldamchilik qilingan deganni bahona qilib, bu yil 1 fevral harbiy o'zgarish qo'zg'agan edi. Xabar qilinishicha, Xitoyning ikki dengiz qirg'oqi muhofizat paraxoti Şەرقىي Xitoy dengizidagi talash tortishdagi Senkaku oroli atrofidagi Yaponiya dengiz tәвәлىكىگە kirgan. Yaponiyaning g'arbiy janubidagi Okinawa o'lkasining Naha rayonidagi 11 rayon dengiz qirg'oqi muhofizat markazining xabariga qaraganda, Xitoyga tava paraxotlar davlatning zimin butunligiga xiloflik qilgan. Shu yer vaqti atdigan soat 4:50 minut o'tganda paraxotlar Kubajima oroli atrofidagi beliq tutayotgan yapon beliqchilik kemalariga yaqinlashgan bo'lib, Xitoy paraxotlarining bu yerdan ayrilishi ogohlantirilgan. Amerikada 10 yil qasam berish guruhisidagi 6 kishi parlamentning hujumini planlagan deb ayblandi. Adliya ministrligining bayonotida 10 yil tashkilotining 6 a'zosining qurultay binosiga hujum qilishni planlaganligi ayblangan. Adliya ministrligining bayonotida qasam berguchilar guruhining a'zolari bo'lgan bu kishilarning Amerikaga suiqasd qilganligi va 6 yanvar qurultay binosiga hujum qilishni planlaganligi o'tirg'a qo'yilgan. Bayonotda tilga ilingan 6 kishining federativ mol-mulkini bulash va ommaviy binolarga qonunsiz kirish orqali Amerikaga suiqasd qilganligi bayon qilingan.